Assalomu alaykum qadrli teletomoshabinlar. Assalomu alaykum bizlarni ijtimoiy tarmoqlar orqali muntazam kuzatayotgan qadrdonlar. Mana xabarlaring bor. Kuni kecha 13-dekabr sanasida Dr. Ali Salomatlik bog'ida 2025-yilning g'oliblari aniqlandi. Ya'niki Umra safariga 2 kishilik yo'llanma aksiyamizning g'oliblari. Assalomu alaykum aka. O'zlaringni tanishtirsalaring marhamat. Biz endi Andijon viloyati Bo'ston tumanidamiz. 4 yildan beri mana shu giyohni olib iste'mol qilamiz. Taqdir nasib ekan, yutuq chiqib qoldi endi. Xo'p, apa, asosiy g'olibamiz siz, Oftobxon opa, shundaymi? To'liq ismi sharifingiz tanishtirib yuboring, chunki baribir bugun bizni tomosha qilib turgan teletomoshabinlarimizga, ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilarimizga qiziq. Kim ekan bu baxtli inson? Kim ekan bu Allohning mehmoni degan bir savollari borda, marhamat. Rahmat. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Men Andijon viloyati Bo'z tumanida mustaqil 15 yilligini mahallasida turaman. Mana men hozir shu umra safariga yutuq chiqdi. Mana endi Xudo xolasa borib kelamiz. Shu Dr. Ali choyini 4 yildan buyon iste'mol qilardim. Boshida shu o'zim og'rib, davlinam shu ko'tarilmasdan yurardi. Oshqozonim ortib qo'yardi dorilar ichganimda. U doim shu nimalarni menga ro'para qildi. Keyin shu nimani Taraqqiyot televideniyasidan ko'rib qoldim. Ko'rib qolgan xo'jayinim ham ko'rib, ikkovimiz ko'rib, keyin darrov sirazi telefon qilib shu choydan iste'mol qilish boshladik. Shu paytdan buyon mana iste'mol qilib kelyapmiz. Ammo hamma joylarimizga yaxshi shifo bo'ldi. Mana hozir hech ham dori ichmayman, tabletka. Avvalo Xudoyu, shundan beri mana shu Mehrigiyo Dr. Ali choylaridan iste'mol qilib kelaman. O'zi Oftobxon opa, aslida biz reklamalarimizda, niyatlarimizda, harakatlarimizda, amallarimizda o'zi asli Umra safariga 2 kishilik yo'llanma aksiyasini tashkil qilish jarayonida eng avvalo o'zimizga ustuvor bir vazifani qo'yganmiz. Ya'ni kim? Avvalo odamda tanasida sihat salomatligini qayta tiklab, sog' salomat, bardam baquvvat bo'lgandan keyin ruhiy ehtiyojlarini qondirish maqsadida Alloh nasib qilgan insonni demak Umra safariga jo'natishidir. Shuning uchun mana hozir demak sizning gaplaringizdan hozir eshitib turib shunga amin bo'lyapmanki, ya'niki biz o'shanda bu ishlarni tashkil qilish jarayonida to'g'ri niyat qilib, xolis niyat qilib, to'g'ri ishlarni demak amalga oshirgan ekanmiz. Avvalo insonni sog'lig'ini tiklash, ana undan keyin ruhiy ehtiyojlarini qondirish. Xo'p, 4 yildan buyon bu mahsulotlarimizni, doktoriy choylarimizni iste'mol qilasiz. Mana demak qon bosimi deyapsiz va oshqozondagi kasalliklar. Bu choylarni iste'mol qilib yurganingizda, misol uchun sizni atrofingizdagilar nima fikrlar bildirishgan? Odatda haligi ko'pchilik ishonmay qaragan boshida bu ishlar yangi boshlangan paytda dastavval bular aptekalarda sotilgan bo'lsa, ana undan keyin alohida har bir inson uchun alohida o'zlarini ehtiyojlariga qarab xarid qilishlarini, call center orqali xarid qilishlarini yo'lga qo'yildi. Umuman choylarni iste'mol qilishni boshlaganingizda o'zingizdagi mana fikrlaringiz, atrofingizdagilarning fikrlari qanaqa bo'lgan? Fikrlari aytdim, mana shu choyni iste'mol qilishimdan boshlab shu 10 kun ichida bildirgan. Engashib ish qila olmas edim. Ketmon yo bir ish qila olmas edimda. Shuni ichganimdan beri qandaydir organizmda o'zgarish bo'lib, menga bemalol ish ham qilardimda. Demak, sizga 100% yoqqan. Menga yoqdi shu. Mana hozirgacha o'sha taningizdagi o'zgarishlarda, sog'lig'ingizdagi o'zgarishlar bo'lgandan keyin atrofingizdagilar nima ichding, nima qo'yding, qayerga bording so'rashga. Aytdim, sizlar ham shundan ichinglar, men shu bilan shifo topyapman dedim. Bilishdi hammasi, qo'ni-qo'shnilar, mahalla. Ko'piga aytdim, nima, davleniyam oshadi, u uyda bo'lsa shundan iste'mol qilinglar deb maslahat beraman. Bitta ikkita nimalarga ham berdim choyimdan. Bilinglar, ichib ko'ringlar deb. Keyin ular ham yaxshi ta'sir qildi, yaxshi yuribsiz mana deb ashna deyshadi. Qo'shnilarga ham yaxshi ta'sir qilganmi? Ha, ularga ham asosiy mana shu oilamiz bilan ichib yurdik, shu boshida. Kelinim ham, bolalarim, nevaralarim ham ichib yurdi.
ular ham rosa ham yaxshi yurdi. Men yaxshi ichishgandan keyin o'zim yengil his qildim. Ashundan bildim, davrinam oshmagandan bildim, oshqozonim og'rimagandan bildim. Umuman hamma yo'g'im, oyoqlarim og'rimagan, belim hamma yo'qdan bildim. Shuni ichib. Yaxshi. Xo'p, opajon keling, o'sha kunni demak eslaymiz siz bilan. O'sha kunni eslaymiz. Mana 13-dekabr soat 10:30lar chamasi bundan o'tganida taxminan 11 ga yaqinlashib qolgandi. Qo'ng'iroq qildim. Qo'ng'iroq qilganimda demak siz ovozingiz yaxshi kelmadi, shovqindaligingizni men ham payqadim va siz to'ydaman dedingiz. Nima marosimda edingiz, nima jarayonlar bo'lib turgan edi? O'zi umuman meni bu gaplarimni qanday qabul qildingiz? Men telefon qilganingizda yana joy buyurtma olasizmi demoqchi bo'lyapti deb o'yladim. Operatorlar qo'ng'iroq qilyapti deb o'yladim. Deb boshqalar telefon qilyapti deb o'yladimda men. O'zi choyim ham tugab qoldi-da. Keyin ashi nima qilyapti shekilli, uyga borib telefon qilaman, buyurtiramanda deb ashi xayolim miyamda o'tdi-da. Keyin siz ashuna deganingizdan keyin odam shovqin, keyin umra safari deganingizdan keyin voy deb nima qildim, hayajonlanib hali joyda hamma o'tirganlar anqayib qoldi. Voy nima doda shunaqa dedim. Men dedim 4 yildan beri dedim doktor Ali choyini iste'mol qilardim dedim. Mana menga dedim umra safari nima buyurdi dedim. Deb ashnasam hamma hayron qoldi voy deb. Keyin uncha gapni eshitmadim, umra safari deganingizni eshitdim. Keyin qolgan nimalarni eshitmadim. Keyin voy deb men hali joyda nima bo'ldim. Keyin siz telefonda nima qildingiz? Undan keyin uyga borgandan keyin Otabek telefon qildi. Keyin opa shunaqa tabriklayman shunaqa umra safariga sizga nima chiqdi deb ashuna dedi. Degandan keyin yana ham ishondim. Keyin ishonib O'sha sizga shu xabarni yetgan paytda akam qayerda edilar? bu boshqa xonada mehmon bo'layotgandi. Erkaklar bilan. Keyin erkaklar bilan, men ayollar bilan. Bunga Darrov chaqirib dadasi baqa keyin aytdingizmi, aytmadingizmi? Yo'q, endi odam nihoyatda ko'p. Keyin telefon qilib aytdim, ammo bo'pti, ayasi dedi, uyda gaplashamiz dedi. Xotirjamlik bilan bo'pti deb gap olishdi. Odam ko'p. Odam ko'p edi endi. Ashnadada keyin bor tezda kuzatib bordi uyga, keyin unga aytdim, shunaqa desam, voy deb keyin ikkovimizam bolalar kelib qoldi uyga. Bolalarga aytsak, aya yaxshi bo'pti, dada yaxshi bo'pti deyishib, hali bolalarim ham xursand bo'ldi, qizlarim ham xursand bo'ldi, hamma xursand bo'ldi. Ammo uncha odam hali indaganimiz yo'q. Endi ishonch hosil qilaylik, keyin aytamiz deb. O'lay agar 15 tadan oshiq odamga aytganim yo'q dedingizmi? Ikkita qizimiz bo'ldi xolos. Ikkita qizim biladi xolos, ikkita qizim bor. O'g'lim biladi, bitta o'g'lim, kelinim bor. Uyga borib sirazi bittada kelinim. Sirazi bir kelin nimada ishlaydi, poliklinikada, sestra. Haligi qiz kelinimga aytdim. Aytsam, voy aya rahmat, yaxshi bo'pti, rahmat, tabriklayman aya deb u qiz nima qildi? Keyin qizlarimga telefon qildim. Qizlarim shunaqasam, qizlarim ham suyungandan ko'z yoshi, ikkita qizim bor. Ikkita qiz. Ko'zlaridan yosh chiqib, ular ham yig'lab, voy aya, voy mehnatingiz nima edi, sam nima bo'lmabdi, mana shuncha yildan beri ichib kelyapti o'zingiz, rosa nima bo'libdi sizga deb qizlarim ham rosa xursand bo'ldi. Demak, qaysidir ma'noda doktor Ali choylariga, umuman mehrigo'ga mehr berganligingizni bu bir mevasi, nishonasi bo'pti desak, mubolag'a bo'lmaydi demak. Men buni tasavvur qilmasdim, menga chiqadimi, chiqmaydimi, ammo to'xtamay iste'mol qilardim. Menga ro'para kelamga endi hayolimdan o'tardi. Endi bo'pti-da, nasib qilganida undan mana shu yaxshi yuribman, sog'lom yuribman deb to'xtamay iste'mol qilaman. Ashini ichaman, yaxshi yuraman. Men faqat dori ichmasam bo'ldi derdim. Chunki oshqozonim og'rir edi. Shu bilan oshqozonim ham yaxshi bo'lib ketdi. Umuman ham yo'g'im yaxshi. Ish qilaman axir. Bahodirjon akam nima reaksiya bildirdilar? O'zlaring qolganlaringda. Endi men kutilmagan kutilmagan bo'ldi-da bunga ham endi. Bo'lmasagan endi. Bepul kutayotgan. O'zi borishlikni har bir mo'min musulmon niyat orzu qilib yuradi. Shu jumladan sizda ham shunday bo'lsa kerak. Bu yana endi hozir to'ylarimiz bor. Endi to'ylarni o'tkazib olaylik keyin. Kam bo'ladi. Boramizda, men hayolimdan o'tadi men ham bu narsa. Biz ham boramizmikin? Endi bu sunnat to'ylarimiz bor, nimalarimiz bor. Shu to'ylar o'zimizga bor, to'ylar shularni o'tkazib olaylik. Lekin Xudo xolasa boramiz dedik. To'g'ri. Dedik mana. O'ziz bo'lmaydi-ku to'ylar. Nimamizga mana peshonamizga nima ekan mana. Bizga mana nima nasib qilib turibdi. Yaxshi, mayli. Xo'p, ko'p cho'zmaymiz.
suhbatimiz bo'lmasa, mayli nima bo'lganda ham Alloh taolo mana shu demak mana ortimizda turibdi, shu lototronlarimiz hali butunlay yig'ishtirib ulgurganimiz yo'q. Sababi sizlar bilan suhbatimizni o'tkazib olishimiz kerak edi. Birinchi g'oliblarimiz sizlardilaring. Ikkinchi g'oliblarimiz aynan bu salomatlik bog'iga kelib xarid qilgan mijozlarimiz edi. Ular mana kecha olib ketishdi. Alloh taolo aynan shuncha mijozlar ichida, iste'molchini ichida aynan sizlarni demak tanlabdi. Tanlanganlarning ichida tanlanganlar. O'zi asli qadrli teletomoshabinlar, bu o'tkazilgan aksiyamizdan, bu o'tkazilgan tadbirimizda barcha bizni bugun tomosha qilib turgan, barcha doktorali choylarni iste'mol qilgan har bir inson borki, g'olib. Qaysi ma'noda? Sog'lig'iga, salomatlikka doktorali bilan qadam tashladi. Hali hamon o'ylanib o'tirgan insonlar, demak ular mag'lubiyatda. Shuning uchun Alloh taolo sizlarning ismlaringni e'lon qilishimni, demak g'olib bo'lishlaringni ixtiyor qildi va nasib qilgan kuni, nasib qilgan daqiqalarda nurga to'lgan, barakaga to'lgan safarga inshaalloh chiqasizlar. Va sizlardan iltimosim, u yerga borganlaringda albatta yurtimizni, xalqimizni haqqiga duo qilinglar. Jonajon yurtimizni haqqiga duo qilinglar. Shifokorlarga ham rahmat, tanjonlari sog' bo'lsin, hammasini, mana shu ukalarimni ham tanjonlari sog' bo'lsin, hammasi yaxshi yurishsin. Mana shular sababli mana sog'lom bo'lib yuribmiz. Rahmat. Rahmat, tanjonlaring sog' bo'lsin. Xudo ibodatlaringni haji mabrur qilsin, umralaringni mabrur umralardan qilsin iloyim. U yerda har bir qadamda duolar ijobat bo'ladigan manzil maskanlarga Xudo xolasa safarga chiqyapsizlar. Albatta va albatta yurtimizni, xalqimizni duo qilinglar. Endi ruxsat berasiz aka, tantanali qilib sertifikatni topshiramiz Xudo xolasa. Qani bismillahirrohmanirrohim. Bu yerda mana o'sha kuni qo'yib qo'yganmiz. Oftobxon opa Andijon viloyati deb nomerlari bilan apa mana marhamat o'zingiz ekan bo'lmasa. Mana muborak bo'lsin aka. Shakka yonlariga turasiz. Bitta chiroyli suratga tushib qo'yamiz endi esdalik uchun.